Agar siz uy olishni keyinga qoldirib turgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun men sizga aniq raqamlar bilan aynan hozir uy olishingiz kerakligi haqida to'liq ma'lumot beraman va fikringiz o'zgarishiga sababchi bo'lamiz. Siz hozir uyda olmasdan keyinga kechiktirsangiz, hozirgi kunda Qo'qonda 2 xonali uyning o'rtacha narxi 385 million. Siz hozir olaman deganingizda 5 yil farq o'tadi. Shunda o'rtacha taxriban 200 million o'rtadagi farq bo'lib 550-560 million atrofida uy olishingiz kerak bo'ladi. O'shanga aytamizki, nimaga bugun ertaga emas. Bu sizga taxminiy narx bas. Siz meni kuzatib tursiz, men sizga qadamma-qadam narxlar qanday tarzda o'sib borishi haqida to'liq ma'lumot beraman. Men Umidjon Nazarov Qo'qon shahridagi tadbirkor, quruvchi, ko'p yillardan emas, ko'p sohalarda faoliyat yuritib kelaman. O'tgan yili Qo'qonim loyihasidan 1000 ga yaqin xonadon sotdik va juda ko'p oilalarni o'z vataniga, o'z uyiga ega bo'lishiga sababchilardan biri bo'ldik. Bu nafaqat xursandchilik olib keldi, balki juda ko'p hamshaharlarimizga o'z boshpanasi bo'lishiga biz sababchi bo'ldik. Kimdir to'g'ri qaror qabul qilib o'z vaqtida uyini oldi, kimdir kechiktirdi. Mana degungacha mana aradan o'zi 1 yil taxriban o'tib boryapti. To'lovlar o'zini vaqtida ketyapti, uylar qadr ostlayapti. Qadamma-qadam ular har kuni o'zini uyiga yaqinlashib boryapti. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin bu videoni o'z oilangiz va yaqinlaringiz bilan ko'rishni tavsiya beraman. Sabab bu uy faqat sizning qaroringiz emas, bu butun oilaning qarori deb bilaman. Keling avval bir savolni ko'rib chiqaylik. Ko'chmas mulk narxi nimaga o'sadi? Ko'pchilik o'ylaydi bu tasodif. Buning asosan 3 ta sababi bor. Qurilish materiallari, ya'niki sement, beton hamda temir mahsulotlari yiliga o'rtacha 12% dan 15% gacha qimmatlashib boradi. Shuni hisobidan uy narxi ham yildan yilga ko'tarilib boradi. Bir misol, hozir 320 millionga olyap turgan xonadoningiz 3 yildan keyin 480 million atrofida bo'ladi. Sabab tan narx oshgandan keyin quruvchi ham hech qachon ziyon qilay demaydi-da, u ham qilgan mehnatiga yarasha uyni qiymatini va narxini oshirib boradi. Ikkinchi asosiy sabablardan biri O'zbekiston aholisi hozirgi kunda taxriban 40 million plus minus atrofida sanalyapti. Bu degani har yili o'rtacha 800 ming 900 ming atrofida aholi soni ko'payib bormoqda. Qo'qonda hisobiga umumiy statistikasini ko'rib chiqsak, har yili o'rtacha 7 ming 8 ming atrofida ko'payib boryapti. Aholi soni mana shundan kelib chiqib, uyga yanada spros ko'payib boryapti. Bu nimani keltirib chiqadi? Bu faqat narxning oshishini keltirib chiqaradi. Uchinchi sabab inflyatsiya hisobidan 2022-yilda uylarda narxi o'rtacha 39% ga oshdi. Olgan mulkingiz qiymati kundan kunga oshib boraveradi, pulning qiymati kundan kunga tushib boraveradi. Pul qiymatida yo'lmasa bir qanaqadir bir texnika sifatida ko'rilgan investitsiyalar u faqat o'zini qadrini va qiymatini yo'qotib boradi. Agar siz muntazam Qo'qonda yashab kelyap turgan bo'lsangiz, siz hozirdayoq kelib xonadon xarid qilib, uni oyma-oy hech qanday foizsiz, peniyasiz, xotirjam bo'lib, to'lab 5 yilda o'z xonadoningizga ega bo'lishingiz mumkin. Agar siz ham o'z daromadingizni mo'tadil shaklda shakllantirgan bo'lsangiz, bizni Telegram kanaliga o'ting va bizni kuzating. Sizga o'sha yerda har qanday savollaringizga to'laqonlik javoblar bo'ladi. Qurilishimizni kunma-kun o'sib boryapti turgan loyihalarimizni ko'rsatib, ma'lumot to'liq berib boramiz. Hozirgi kunda o'rtacha 2 xonalik xonadonning narxi 345-350 million atrofida bo'lib turibdi. Shu 5 yil ichida 550 million atrofida bo'ladi. O'shanga hoziroq bo'lib to'lash sharti bilan hech qanday foizsiz, peniyasiz berilyapti turgan xonadonlardan xonadon xarid qilsangiz, bu 5 yil davomida o'rni to'lib, siz 2 yildan keyin bu xonadonni ijaraga qo'yib, o'zini pulini o'ziga to'lab yopishingiz mumkin. 5 yildan keyin sotaman desangiz, uyingiz narxi o'zini hisobidan ancha yuqori darajaga chiqadi. Xohlasangiz sotib ko'chmas mulkni bir tijoratga yo'naltirishingiz mumkin, bo'lmasa arendaga odam qo'yib ishlatishingiz mumkin. Eng kamida o'sha uyda o'zingiz istiqomat qilishingiz mumkin. Har qanaqa holatda ham siz manfaatda bo'lasiz. Demak, savol, uy olsammi, olmasammi deb emas, qachon olishim kerak deb qayg'uring. Buni vaqti faqat hozir, tezda. O'ylanishga vaqt ham, fursat ham yo'q. Faqat kelajakka investitsiya qilishimiz kerak. Birgalikda. Harakat bizdan, duo va rag'bat sizdan. Erkak kishi yoshlikdan kim bo'lishidan qat'iy nazar, har qanaqa texnika bo'lishidan qat'iy nazar, xoh velosiped bo'lsin, xoh yengil avtoulov, xoh katta avtoulov bo'lsin, ulovga, markabga ishqiboz bo'ladi. Lekin bir narsani esdan chiqarmang, mashina yoki mana kiyim o'zini qadrini yo'qotadi. Bu yil 10 mingga olgan mashinangiz keyingi yil 7 ming bo'ladi. Mana kiyimni bu yil 1 millionga olgan bo'lsak, ya'ni yilning oxiriga bu eskirib ketadi. Uyni bu yil 5 millionga olgan bo'lsangiz, kvadrat metrini keyingi yilga bu 7 million, bu yil 7 millionga olgan bo'lsangiz, keyingi yil 10 million bo'ladi.
Men nimani ta'kidlab sizlarga aytmoqchimanki, uy va har qanday turar va noturar majmualarning qiymati faqat yil sayin bu Qo'qonda yoki O'zbekistonda emas, butun yer yuzida oshib boradi. Sabab yerda o'sha hajmi u shar misoli baski bir damlasa ishlaydigan. U faqat cheklangan resurs hisoblanadi. Aholi soni yildan yilga oshib borgan sari hammaga uy-joy, savdo markazlari, o'quv ta'lim, maktab hammasiga baribir inson faktori bilan yondashganda hammasi kerakli bo'lgan mahsulot sifatida ko'radigan bo'lsak, resurs hisoblanadi-da. Resursni to'g'ri yo'naltira bilib, hozir 10 ming plyus bormi yo 20 ming plyus bormi, 5 million so'm plyus bormi, to'g'ri yo'naltiring. O'shanda faqat sizda o'sha go'zal natijalar bo'ladi. O'zlaringiz bilasizlar, hozir zamon rivojlangan, mana media tarmoqda hammamiz o'tiribmiz. Qanaqadir bir knopkasini bossak, butun dunyo haqida ma'lumot olamiz. Butun dunyo haqida ma'lumot olganimizda o'sha dunyoni eng o'zini o'rniga ega, o'zini mavqeiga ega o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari hozirgi kunda eng yuksak darajada ketib turgan davlatlarda ham o'sha prezidenti mana Donald Tramp ham tarixini ko'tarsangiz, mana shu ko'chmas mulkdan o'sgan, ko'chmas mulkdan shakllangan. U bir bugun faoliyat yuritib turgan bo'lsa, azaldan o'sha tadbirkor sifatida yo'nalishi bo'lgan. Tadbirkorlik sferasida faqat asosiy daromadlar faqat ko'chmas mulkka tikilgan va o'shandan kelib o'sib kelib vaqti zamonga keldi, siyosatga aralashib, hozirgi kunda butun dunyoda o'sha eng yuksak davlatlardan birini boshqaryapti. Undan tashqari ham juda ko'p o'sha dunyoni kim bo'lishidan qanday nazar, boylari, amaldorlari, mansabdorlari, o'sha ko'zga ko'ringan shaxslarni yoki bo'lmasam sportsmenlarni kuzatishlaringiz mumkin, bo'lmasa siyosatchilarni kuzatishlaringiz mumkin, bo'lmasa o'zini o'rniga, o'zini mavqeiga ega bo'lgan insonlarni kuzatsangiz, faqat ko'chmas mulkka sarmoya kirgizdirgan, buni qiymati yildan yilga oshgan. Mana shu siz bilan bizga tayyor shablon, tayyor namuna. 2000-yilda olingan narsaning narxi karra-karra oshgan, 2010-yilda olingan narx, ko'chmas mulklarning narxi karra-karra oshgan. Mana 2020-yilda olingan uyning ham narxini hozir ko'rib borsangiz, o'sha paytda 20 mingga olingan bo'lsa, hozir o'sha uyning narxi 40 ming. Hozirgi kunda masalan 350 millionga olyap turgan uyning narxi aradan 5 yil o'tadi. O'shanda mana so'zma-so'z mana shu so'zlarimni eslaysiz, saqlanib qilib qo'ysiz, o'sha paytda ko'rasiz, ha, to'g'ri analiz bo'lgan ekan. Sabab faqat oshuv resurs kam, odam soni oshib boryapti. O'shanga bu ham maslahat, ham bu o'zimizning shaxsiy fikrimiz. Biz ozgina bo'lsa ham sizga manfaat beryap turgan bo'lsak, ozgina bo'lsa ham sizga bir qanaqadir bir ko'chmas mulkka yoki bo'lmasa nimagadir bir sababchi bo'lyap turgan bo'lsak, biz shod bo'lamiz, biz xursand bo'lamiz. Hammalaringga rahmat.